Rossiya Federatsiyasida ish o'rinlari kamayyapti, lekin ish izlayotganlar ko'payyapti. Bu nima degani? Sankt-Peterburgda bir kunda 470 ta mashina tekshirildi. Siz ham ushbu retga tushib qolishingiz mumkin. Moskvada ish topish qiyinlashyaptimi? Ehtimol yangi imkoniyatlar Barnauldadir. Amerikaga ishga ketishni xohlaysizmi? O'zbekistonliklar uchun yangi imkoniyat ochilishi mumkin. Rossiya Federatsiyasi fuqaroligini olish qisqartirilyaptimi? Raqamlar 27% ga tushdi. Moskvada kuryerlar soni 15 baravarga oshdi, lekin bu yaxshi xabarmi? Balashqada 129 ta muhojir ushlandi. Sababi qonunbuzarlik. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Jahongir Saidovich. Hafta yangiliklari bilan tanishib o'tamiz. Rossiya Federatsiyasida mehnat bozori asta-sekin o'zgarmoqda. 2026-yil boshidan bo'sh ish o'rinlari 12% ga kamaydi. Rezyumelar soni esa 22% ga oshdi. 2022-yildan beri 1-marta mehnat bozori ish beruvchilar foydasiga o'zgardi. Ish kamaygan sohalar: IT, logistika, qurilish, ko'chmas mulk bu yerda raqobat kuchayib ketdi. Lekin ishlab chiqarish, sanoat, ishchi kasblar hali ham talab yuqori. Aynan hozir payvandchi, montajchi, kuryer eng ko'p talab qilinayotgan va yaxshi haq to'lanadigan kasblardandir. Ish o'rinlari kamayyapti, lekin malakali ishchilarga talab hamon yuqori. Rossiyada yangi trend boshlanyapti. Oltoy o'lkasida ishchi kuchi yetishmayapti. Shu sabab kompaniyalar chet ellik ishchilarni ko'proq jalb qilmoqda. Barnauldagi melanj kombinatida ishchilarning 40% xorijliklardir. So'nggi yillarda Hindiston, O'zbekiston, Markaziy Osiyo davlatlaridan kelayotganlar keskin oshgan. Sabablar: mahalliy ishchilar yetishmayapti. Zavodlar ishlashda davom etishi kerak. Shuning uchun muhojirlarga talab oshmoqda. Asosan tikishchilik, ishlab chiqarish, zavod va fabrikalar. Moskva va katta shaharlardan tashqari Rossiya Federatsiyasida yangi ish imkoniyatlari ochilmoqda. Peterburgda muhojirlar va haydovchilarga qarshi yirik tekshiruv o'tkazildi. Reyd Vasilevskiy orolida o'tkazildi. Raqamlar: 470 ta mashina tekshirildi, 360 nafar odam tekshirildi. Ulardan 56 nafari chet el fuqarolari. Tekshiruv davomida o'nlab ma'muriy qoidalar buzilishi aniqlandi. Jumladan, migratsiya qonunlari va yo'l harakati qoidalari. Qo'shimcha ravishda kamida 5 ta jinoyat ishi ochilishi mumkin. Sabablar: o'g'rilik, hujjatlarni soxtalashtirish. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, bunday reydlar davom etadi. Yangi va juda muhim yangilik muhojirlar uchun. O'zbekiston va AQSh o'rtasida yangi mehnat dasturi muhokama qilindi. Bu mavsumiy ish dasturi. Dastur haqida: ish muddati 9-10 oy, oylik taxminan $3,500, turar joy ish beruvchi tomonidan beriladi. Aynan qaysi sohalarda ishchilar kerak? Asosan qishloq xo'jaligi, fermerlar va rancholarda ish. Hali ushbu loyiha 100% ishga tushgan emas. Lekin kelishuv imzolandi va ish boshlanishi kutilmoqda. Agar ushbu dastur ishga tushsa, o'zbekistonliklar uchun AQShga rasmiy ish yo'li ochiladi. Yangi legal migratsiya kanali bo'ladi. Bu katta imkoniyat, lekin faqat tayyor va malakali odamlar uchun. Hozir Rossiyada muhojirlar bilan nima bo'layotganini tushuntirib o'taman. 2025-yilda faqat 152 ming odam fuqarolik oldi. Bu 27% ga kam. Ushbu qisqartirilish barcha tizimga ta'sir qilyapti. RVP -29%, VNJ -27%, umumiy muhojirlar esa -8%. Kimlar kamaydi? Voyaga yetmaganlar va ayollar. Nazorat kuchaydi. 1 milliondan ortiq qoidabuzarliklar va 6 milliard rublga yaqin jarimalar. Reyestr kontrolyori Mixlits: 806 ming odam nazorat ro'yxatida. Cheklovlar: biznes ocha olmaydi, hisob ocha olmaydi, hatto nikoh qilishda ham qiyinchiliklarga duch keladi. Muhojirlar kamayyapti, lekin ishlayotganlar ko'paygan. Qariyb 3 million rasmiy ishchi bor. Endi Rossiya Federatsiyasida faqat qonuniy ishlaydiganlar qoladi xolos. Hozir kuryerlik bozorida nima bo'layotganini ochiq aytaman. Raqamlar: 2022-yilda 8 mingga yaqin kuryer bo'lgan, hozirda 120 mingdan ziyod. 2030-yilga borib 200 mingga yetishi mumkin. Buyurtmalar: har kuni Moskvaga 1,5 milliondan ortiq zakaz. Aholining 80% kuryer xizmatidan foydalanadi. Bugungi kunda Rossiya Federatsiyasida 5 ta gigant kompaniya mavjud. Yandex, Vkusvil, Cooper, X5 va Ozon. Ular bozorning 70% ni egallagan. Kuryerlar yetishmayapti. 1 milliondan ortiq odam kerak. Ish haqqi 170 ming rublgacha. Bugungi kunda ushbu sohaga robotlar ham kirib kelyapti. Ular 49-66% arzon. Oddiy buyurtmalar robotlarga, murakkabli buyurtmalar esa odamlarga. Balashqi Xadarid antikriminal operatsiyasi 100 dan ortiq chet el fuqarosini ushladi. Ayblovlar: yashash qoidalarini buzish, noqonuniy ishlash, jami 152 ta ish ochildi. Har biriga 5 ming rubldan shtraf
shtraf belgilandi. 17 nafar chet el fuqarosi esa deportatsiya qilinishi mumkin. Kimlarga qarshi tekshiruv? Faqat muhojirlar emas, ish beruvchilar ham tekshirilyapti. 20 ta qoidabuzarlik uchun to'g'ridan-to'g'ri deportatsiya qilinishi mumkin. Bu nimani anglatadi? Endi xatoga joy yo'q. Hatto mayda qoidabuzarlik katta muammo bo'lishi mumkin. O'ylaymanki, ushbu ma'lumotlar sizlar uchun foydali bo'ldi. Savollaringiz bo'lsa, izohlarda qoldirishingiz mumkin. Sog' bo'linglar.